Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlagan kuningiz xayrli barakatli bo'lsin. Bizning ishxonaga GVM degan o'sha Xitoyga elektromobili keldi, gibrid, ham tokda, ham benzinda yuradigan mashina. Mashinaning shum izolyatsiyasini, o'sha sochilishidan oldingi holatini prosta yechib, hamma narsasini qanaqa holatdaligini ko'rsatib chiqdim. Shu boshlang'ich videosi o'chib ketib qoldi, shuning uchun o'sha kelgan joyidan davom ettiramiz. O'sha GVM degan o'sha Xitoyga elektromobili 6 ta o'rinli, orqasida yana 2 ta sideniyasi bor. Xullas, videoni ko'rsanglar o'zi tushunarli, prosta boshligi o'sha shum izolyatsiya qilingandan oldingi holatini o'sha ozgina qo'yadigan joyi o'chib ketdi. Shuning uchun kelgan joyidan davom ettiramiz. Video lekin qiziqarli, juda ham ko'p ma'lumot berganman. Kuzatib, maza qilib bitta like bosib davom etamiz. Mana mashinamizdan xudo xolasa ancha ishlar bitib qoldi. Tarp etgani ham joyiga уже tiqib bo'ldik. Uni tiglari polniy plotniy qilib yig'ildi. Shunda urganning o'zida pok emas, qattiq ovoz, qattiq narsalik sezilyapti. Ovozi ham o'zgargan. Har bir joyiga e'tibor bilan yig'ilingan, orqa taraflarida zvuk izolyatsiyalar qilingan. Har bitta plastik orqasidan vibrizolyatsiya qildik. Buni polniy chochilib yig'ilingan mayda-chuyda jarayonini ola olmay qoldim. Ozgina ishimiz ko'payib ketdi. Shu sababli unchalik ko'rsatib bera olmadim, lekin har holda yuvib qolmasin deb qisman bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qilaman. Mana orqalarigacha mana hammasi moshini naqadan vibradan yopishgan, mana bunaqa ustidan zvuk izolyatsiya yopishgan. Mana mamatlarni qarasa agar shundoq ham ko'rinadi. Mana zvuk izolyatsiya polniy qoplab chiqilingan. Mana shunaqa zvuk izolyatsiya faqat bunga emas, mana plastiklarning orqasidan ham vibradan kelgan yopishtirilgan. Uni o'sha jo'stkisini oshirish uchun o'shagandek ashunasini o'sha sifatini oshirib berish uchun hammasi qilindi. Ovozni yutish uchun mana oyoq tagigacha polniy zvuk izolyatsiyalar tushib kelgan. Tashqaridan keladigan ovozdan to'sish maqsadida har bitta bunaqa detal deflektorlar, pechka detallari hammasini e'tibor bilan chiroyli qilib yig'ilingan. Mana bar qismi ham misol uchun agar ichi ko'rinsa, ich qismlari ham mana orqalari polniy vibrani ustidan zvuk izolyatsiyalar yopishgan. Bu yerda mana shu mayda-chuyda joyigacha hammasini qarab, cho'tka qilib yig'ilinyapti. Mana ko'rjiqlar tiglarigacha. Qaraylik, уже urganning o'zida ham mana sifatli materialda ovozini beryapti. Xudo xolasa, mana bu narsalargacha yaxshilab yig'dik panellarni. Bu mashinaga 4 ta dinamik ham qo'yib oladigan bo'ldi. Recoil brendidan. Hop, buni eshigini ichlariga mana materiallarni 2 ta sloyini yopishtirib qo'ydik. Vibrizolyatsiya yopishdi. Vibrani ustidan termizolyatsiyani ham qopladik. Eshik urganda ham уже cho'tki bo'ldi. Metal ovozi jo'stki bo'lgan. Mana krilolargacha chiqdi. Kolesniy arkani tashqi tarafidan ham yopishtirdik. Tashqi taraf degani mana material orqasidan ham polniy kuzovga vibrizolyatsiya qoplab chiqilingan. Balonni yechib olib yopishtirdik bu narsalarni. Kapotimizdan hozir mana klipsilari hali taqilmagan, kakras mana vibrizolyatsiyalari polniy yopishgan. Kapot qismiga ham, tom qismlarini ham polniy vibra ustidan termizolyatsiya bilan qoplab chiqdik. Tomdagi mana plafonni svetozyotniy qilamiz, svet tushirish shart emas, o'zi ko'rinadi. Orqa tarafda mana shu joyga qo'yamiz, menimcha. Mana shu aru joyiga ham. Mana shu joyiga 2 ta lampochka qo'yib beringlar deyishdi. Simlarni tayyorlab ketdik. Bu yoqqa spetsialniy plafon qo'yib yuboramiz. Chiroyli bo'lib turadigan, oq yonadigan svetozyotniy plafondan qo'yamiz. Mana shu plafondan qo'yamiz. Mana Shahboz. Mana shu 2 tani qo'yib beramiz. Bu BYD plafoni bu. Eshikda turadigan, oq bo'lib chiroyli yonadi, xudo xolasa. Yaxshi joylashadi. Mana har bitta detallarini mana mana qilib chiqilingan. Bu detalimizni mana materialda tagida ham vibrizolyatsiyasi bor. O'shani hisobiga men hozir ushab ko'rganda sraz bilan bundoq qilganning o'zida mana og'ir sifatli ovoz beryapti. Ana pok narsa emasdi. O'zi ozgina byudjetniroq, arzonroq narsalar ishlatilgan ekan salonning ichida. Yaxshi shumkadan keyin xudo xolasa natijasi ham zo'r bo'ladi mashinani. Mana bu yerda o'zini holidagi poligini agar ko'taradigan bo'lsak, tagida polniy vibra qilingan, vibrani ustidan termizolyatsiya qilganmiz. Mana buni tagidagi vibra ozgina shil ko'rsataman. Mana ochsak ko'rinadi. Mana polniy vibrizolyatsiya qoplangan, qoplanmagan joyi ustidan termizolyatsiya butun bagajga, mana butun hamma yog'iga yopishtirilgan buni. O'sha oldigacha borgan polniy. O'shani hisobiga mashinani qo'lidan chiqadigan vibratsiya jim bo'ladi. Issiq sovuqlarni ham ushlab beradi, cho'tki bo'ladi, termizolyatsiya. Mana kolesniy arkani ustki tarafidan ham zo'r bo'lgan, buni ichkari tarafidan ham yopishgan.
Hozir bu yoq tarafnikini hali yopishtirmadi. Bu yoqnikini ikkita balonniga yopishgan, kolesni arkan ichkari tarafidan. Bu yoq tarafnikini endi tashqaridan yopishtirishsa, mana bu yoqni ochib turib, bu yoq tarafdan ham yopishtirsak, shu bilan bo'ldi. Mana hozir bundoq qilganimizda mana turnikani effekti ancha kamaygan, vibrar hisobiga. Tashqaridan ham yopishsa, yana ham kamayadi. Shuna hisobiga balondan kiradigan ovozda qaltirashlar kamaygani hisobiga ancha chiroyli bo'ladi. Mana buni ham agar bunda ushlasak, uje sifatli bo'lib qolgan sezilyapti. Sirasi har bitta detalga yaxshi e'tibor berilgani uchun. Orqa krilolaning ichiga ham vibroizolyatsiya, termoizolyatsiya ham qilingan mana bunaqa joylariga. Hammasi chiroyli bo'lib, sekin-sekin yig'ilanyapti. Mana qismi hali qilinmadi, Shahboz. Mana bitta mana mashq qoldi, qaranglar, mana urganning o'zida sezilyapti. Mana farqini qaranglar. Qilinmagan bilan qilingan farq ko'p. Bu yerda uje qanaqadir jaranglash bor-da, plastik yub qolgan hisobiga. Eshiklarimizning ichiga ikkita sloy qilib bo'ldik-da, 3-sloyi endi hozir yopib chiqamiz. 3-sloyi ham yopib, keyin dinamiklarni o'rnatamiz. Eshiklarga ham sim o'tkazib yubordik-da. Bu yerga ham plafonlar qo'yib, shu yonadigan narsalar o'rnatilyapti eshiklarga. Mana oldi eshigimizni, xudo xolasa, mashinani chiroyli qilib, bir chetdan shoshmasdan zo'r qilib yig'amiz. Tom qismlari ham zo'r bo'lgan. Mana bu yoqda ko'rinadigan joyi bormi? Vibrani yo'q, yetib bormadim o'tga. Mana mana shu ozgina joyi bo'lsa ham dash ko'rinyapti mana qarang. Mana shu vibroizolyatsiya qoplangan polni. Mana tom qismdagi luklarni yechib olib, tegilar bilan yopishgan. Hammasini polni plotniy bosilingan. Shunaqa qilib yig'ib chiqiladi, xudo xolasa. Mashinamiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Hozir eshiklarga ham 3-sloy qoplab turib, obshivkalarni ham qilib, obshivkalar qanaqa qilindi? Qo'yilayotgan kolonkalarni ham bitta ko'rsatamiz. Kuzatib turinglar. To'g'ri endi ani boshidan ipidan inasigacha ko'rsatmadim-ku, lekin qisman qanaqa bo'lganini ko'rsanglar bo'ladi. Videoni like bilan qo'llab qo'yib, davom tomosha qilamiz. Hozir qo'yadigan kolonkalarimizni bitta ko'rsatib o'taman. Oldi eshigimizga mana bu kolonkadan qo'yamiz. Recoil brendining 2 komponentli kolonkasi. 40 watt nominal mощностьga ega. Bu zavodskiy shtatniy magnitofonga переделкасыз ulanadi. Bu yoqda mana высокочастотникimiz. Bu yoqda bo'lsa, mana bu kolonkamiz, orqa eshigiga qo'yiladigan kolonka, koaksialniy modeli. Bu ham 40 nominal, shtamponli korзина, ferrit magnit. Zavodskiy o'zini chiqib o'tgan ovoziga ancha yaxshi bo'ladi. Usilitel qo'ysa ham ko'taradi-yu, bu lekin bezusilitelniy variantga mana shu kolonkamiz juda ham zo'r chiqaradi. Biz Onyx trekkerlarga juda ham ko'p qo'yamiz, shu dinamikdan zo'r o'zini zo'r ko'rsatadigan dinamiklardan. Xullas, mana shu dinamiklar bilan chiroyli qilib o'rnatib, bitta eshitib ham ko'ramiz, kuzatib turasizlar. Nima bo'ldi, oyi? Tayyormi? Ijod san'at qani? Mana. Tagida vibroizolyatsiya bor, ustida mana kartof. Chetlarigacha material qo'yibdi-da. Madrindan yopishtirilgan. O'zi mana shu yomon ovoz chiqadigan joyi edi. Aynan shu joyini qarab o'tib, taqilib o'tdi. Mana endi bu ancha jo'skiy bo'ldi. Mana bu narsa o'ynamayapti. Hozir bu urganimizda o'ynayotgan, mana klipsida o'ynayapti-da joyida. Bu joyiga tushgandan keyin o'ynamaydi bu. O'sha qotib qoladi hammasi o'zini o'rnida. Mana tagida mana vibro bor. Endi hozir shilmay qo'ying. Ozgina shilur. Xullas bu polniy emas, o'tiga betiga qilingan-da. Ha, Urganning o'zida o'sha jo'skiy. Qani vibro. Vibrani ham yaxshilab presslab bosilingan valikda ham yo'qmi? O'sha mana o'sha urib ko'rganda ham shu narsa boshqa jo'skiy-da, qani. Zo'r chiqdi bu mashina. Lekin mashinani shunga qilmay haydash xato mashina ekan, lekin Ha, endi mana detallar juda katta ekan-da buni. Plastik detallar. mashina o'zi yaxshi ekan, lekin ana misol uchun sotib olding shu mashinani shunga qilmasdan haydasang menimcha g'ashingga tegadi. Ham yo'q, taqir-tuqir mashina ekan-da, plasmaslari katta-katta. Shunga izolyatsiyadan keyin zo'r bo'ldi. Kefers. Ha, bo'ldi, ishlayapti, xullas, yopilyapti. Mana 4 ta kolesni arkan shu ustamiz qildi. Nur taralyapti mana. Ha? Yaxshi, yo'q taraflari ham bo'ldi-ya, xudo xolasa. Dankada joyiga qo'yib qo'ying, ishqilib. Joyiga qo'yib qo'y. Hozir nima bo'lyapti apparaturamiz? Kolonkada sinov bo'ldi, endi mashinani yig'ishga o'tamiz. Oxirgi detallar qoldi. Bu yerda hozir har xil plafonlar bir narsadan ham qo'yilyapti-ya. Ha, oyon tegi diodli qo'yilyapti o'sha. Ikkita oldi. Eshiklarga apshikani tegi qo'yamiz. Plafonlarni olib qo'yamiz hammasini.
Svetojotni, ha. Ha, shunaqa. Orqalari ham birga bo'ladi. Mana burchagiga qo'yilyaptimi shunda? Har ikkita. Uni ham qo'yiladi hozir. Bo'ldi. Mana shu mana simda o'sha plafonlarni, ramchkasini, simi hammasini bezopasniy qilib, через предохранитель qilib qo'yamiz. Hozir обшивкani o'zi ham tayyor. O'zini ham bitta ko'ramiz обшивкani. Tagiga o'sha svetojotlarni o'rnatib qo'yishgan. Ustalarimiz. Обшивкаlar naryoq turibdi. Mashinamizda ham tokli, ham benzinli ekanda. Zaryadkasi oldida ekan, o'sha logotipini orqasida, lekin nimaga o'shatini ocha olmadi u. Обшивкani bu yoqqa qo'yib yuborib bitta ko'ramiz. Plafonlar. Bu обшивкamiz hali endi jarayonda ekan bunisi. Mana o'tiga betiga vibra yopishtirilgan. Ko'p yopishtirsa og'ir bo'lib ketadi. Shuning uchun ko'p yopishtirilmaydi. Просто plastmas o'sha taqir tuqirni ortish uchun. Kelgan. Mana buni qilib turib polniy. Звук izolyatsiya bir tekisda qoplangan. Buni qoplab bo'lgandan keyin kolonkani teshigini ochganmiz. Bu yerda svetojot qo'yganmiz. Svetojotimiz mana bunaqa bo'ldi. Akkuratniy dumaloqni o'zi bo'ldi mana. Chiroyli bo'lib yonib beradi. Shu eshik ochganda xullas yerga tushib yoritib berish uchun. Высокочастотникimizda mana bunga qo'yiladi, Recoil brendini. Высокийsi mana o'zini shtatniy joyiga qo'yiladi. O'zini zavodskiy turgan pishalkasi mana bunaqa pishalka edi. Hop, mana bundan ekan. Sholkoy pishalka ekan, lekin slabiyroq qilingan. Kartushkaning diametri kichkinaroq. Lekin yaxshi baribir tufta narsa qo'ymaganda sifatliroq, lekin slabiy. Sifatli bo'lgan bilan juda ovozi past. Past ovozga mo'ljallangan. Высокий ekan. Bularni yechdik, o'rniga mana yaxshi 40 nominalli midbas 20 wattli pishalkalar, высокочастотникlar qo'yiladi. Mana men Высокийdan bo'ldi. Uning orqadagi krishkalarini ochib tashlab, ichi ko'rinyapti. Hozir ayoqda qaraganda ichi bilan qo'yilgan. Oldiga bundan, orqaga bundan qo'ydik. Xudo xolis chiroyli bo'ldi. Hozir endi обшивкani ikkitasini yopib, eshitib ko'ramiz. Qolgan joylarini yig'gandan keyin kuzatib tursanglar hammasini ko'rsatib o'tamiz sekin-sekin. Mashinamizda deyarli yig'ildi, ozgina ishlar qoldi, detalniy. Bir ikkita обшивкasi shunga o'xshagan. Oyog'iga qo'yilmayotgan podsvetka shunaqa ishlarni qo'yamiz. O't betlarni artib tozalanyapti. Hozir eshiklarning yopilishini bitta ko'ramiz, muzikani bitta qo'yib ko'ramiz. Lekin 4 ta kolonkani o'zi qo'yildi. Zavodskiy ovozi past keladi, biladi. Zavodskiy kelayotgan ovoz bilan unaqa zo'r chiqaradi deb o'yladim, yaxshi chiqaryapti. Lekin ichidan o'tirib eshitganda, balandligi pastroq bo'lishi mumkin, lekin chiqarganda объемli zo'r ovoz chiqadi. Вот, to'ybi arto'ramiz ham bir to'la. Ximchiskani ham hisoblab olganmiz. Ha, ximchiskani ham hisoblab olganmiz. Ya bu bonus sifatida klient xusamasi bo'ldi bizga. Bitta tozalab olamiz-da. Ha. Kir chiqyapti, shunday qarang. Buni qo'yib qo'yib. Ana bitta eshik yopib ko'ringlar, mana qarang, yopilishini eshik. Eshik yopilishi ham zo'r bo'ldi, qaranglar. Eshik ujamida ochib yopganda, ko'z yumib ochib yopsa, qimmat mashinani ashunasini beryapti. Zo'r bo'ldi, xullas. Ovozi baland qilgan oxirgacha. Hozir men obshivkalarni bitta yig'yapmiz. Ulug'bek mana shu kalonkani bitta videoga olaman. Ulaveraylar, ulaver. Oxirgacha qo'shildi hozir ovoz. Oxirgacha. Oyog'iga podsvetkalar qo'yilyapti hozir. Zo'r bo'ldi. Bas ob'emi bor o'ziga yarasha. Orqa o'rindiqlar ham qaranglar zo'r ekan lekin. Bagaj kirishkasi ham zo'r bo'ldi. Plotniy bo'ldi, bo'ldi. Ashshini boshqacha ush. Mo'shli bo'ldi. Obshivkamiz orqasi ham mana bunaqa chiroyli bo'ldi. Ani ularchi? Zo'r bo'ldi.
ikkinchi sinfdagizcha Четыре динамика, сабвуфер, процессор. У нас качество, это результаты труда. xullas yorug'lik yaxshi bo'ldi. Твоя машина меняется здесь. Кто увидит, тот скажет, вот это кайф. Фары акустика, Заводskoy vitoklari ham o'zini joyiga qo'yildi. каждая Ovoz деталь bilan nasochniy o'tib по qoldi. свой стиль. Кто ищет качество, дорога одна. Тюнинг-бокс — это имя теперь в сердце. Здесь все профессионально, от души и с огнем. Xullas bir ikkita detalni joyi qoldi. O'shalarni yig'ib olsak, egalariga topshiramiz. Zo'r bo'ldi mashinalarga. O'zlari ham kelib tomosha qilib 3 kunmi qildi u mashinani. Har kuni kelib bitta ko'rib, maslahatlashib, yana qo'shimcha nimalarlar qilindi. Kolonkalar boshida planda yo'q edi. Mana kolonkalar ham qo'yilib, hammasi chiroyli qilib yig'ib berildi. Xudo xolasa, videomizni nihoyasiga yetkazamiz endi. Oxirini yig'ganim yo'q, menimcha qiziq bo'lmasa kerak. Asosiy o'sha nimalar qilindi, qanaqa qilindi ko'rsatib berishlik maqsad. Bitta like bilan qo'llab qo'yasizlar. Keyingi videolarni ham tomosha qilishni unutmanglar. Qiziqarli videolarimiz juda ham ko'p. Har xil avtomobilda o'ziga yarasha proyekt qilib, ko'rsatib boryapmiz. Podpiska qilib qo'ysanglar, qiziq videolarni o'tkazib olmaysizlar. Salomat bo'linglar, hammalarni Tuning Box salonimizda kutib qolamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.